Qur'on va zamonaviy psixologiya o'rtasidagi 5 ta qarama-qarshilik. O'sha g'arb psixologiyasini praktikovat qiladigan psixologlarimiz aytishyaptiki, psixologiya islom bu bitta narsa deb. Psixologiyani o'rgangan holatda va Qur'onni ba'ziviy asoslarini ruhiy tomondan o'rgangan holatda Qur'on va psixologiya o'rtasidagi 5 ta farqni topdim va shuni sanab o'taman hozir. Demak, birinchisi islom va Qur'on bu kamtarlikni targ'ib qiladi. Zamonaviy psixologiya esa g'ururlanish va faxrlanishni. Islom aytadiki, Alloh takabbur va maqtanchoqlarni suymaydi deydi. Bu o'sha Niso surasining 36-oyatda keltirilgan. Psixologiya g'ururlaning, o'zingiz bilan faxrlaning, o'zingiz bilan maqtaning deb targ'ibot qiladi. Endi ikkinchisi islom aytadiki, o'zingizni tanqid qiling. Kamchiliklaringizni bilib, shuni yo'qotishga harakat qiling deydi. Zamonaviy psixologiya esa o'zingizni kamchiliklaringiz bilan boricha qabul qiling deb o'rgatadi. Mana bu fundamental farqlardan bittasi. Uchinchisi, islom dini diqqat va fokusni ichkariga yo'naltiradi, ya'ni ruhiyatga, ichki dunyoga, ruhiy komillikka intilishga. Psixologiya esa material dunyoga, dunyoviylikka targ'ib qiladi. To'rtinchisi, Qur'on aytadi, insonni bot qayta takrorlaydiki, inson Allohga qaram va buni inson tan olish kerak. Mana g'oyaviy, bazaviy asosi. Psixologiya aytadi, inson avtonom, mustaqil, u o'z-o'zicha bor. 5-chi qarama-qarshilik. Islom emotsiyalarni bostirishga targ'ib qiladi. Psixologiya esa emotsiyalarni yuzaga chiqarib ifodalashga targ'ib qiladi. Islom dini 3 ta emotsiyani Qur'onda ham keltirgan: g'azab, kibr va hasad emotsiyalarini kontrol qilish va bosib turishga chaqiradi. Psixologiya esa har qanday emotsiyani ifodalash bu stress va tushkunlikka qarshi yaxshi bir praktika deb hisoblaydi. Shu psixologga boradiganlarga aytib o'tmoqchimanki, islom, Qur'on asosi psixologiya yondashuvi va zamonaviy psixologiyani inson ruhiyatiga yondashuvi aslo bir xil emas, balki bir-biriga qarama-qarshidir. Xayr, salomat bo'ling.